Akademikni qara. Turishini qara buni. Hamma ustozlarni lol qoldirar edi javoblari bilan. Ha, hamma tan bergan sinfdoshimiz shu edi. Saidakbar bitta emas, hamma fanning piri edi. Gapingga qo'shilaman. Hech birimiz bunday o'qiy olmaganmiz. Esingdami? 6-sinfda o'qib yurgan kezlarimiz qaysidir ustoz kelmay qolsa, uni 11-sinflarga dars o'tib turishi uchun olib chiqib ketishardi. Esimda. Bir qarasang rus tili, bir qarasang biologiya, yana bir qarasang ingliz tilidan katta sinflarga dars o'tib tashlardi. Saidakbar, rosa omadli yigitsanda, seni akademik deyishlari qanday yaxshi-ya? Men tasodiflarga ishonmayman. Omad bu tayyorgarlik va imkoniyatning to'qnashgan nuqtasi. Kim ko'proq izlansa, o'sha ko'proq omadli bo'ladi. Insoniyat tarixidagi eng uzun urush qaysi? Haqiqat va tarixchilar o'rtasidagi urush, ustoz. Nega qadimgi podshohlar o'zlariga ulkan va baland haykallar qurdirgan? Qilgan ishlar bilan tarixda qola olmasligini bilganlari uchun. Saidakbar, menimcha sen 8-sinf tarixini o'qib chiqib bo'lding-a? Albatta ustoz. 11-sinfnikini ham o'qib tugatganman. Do'stim, ularni qachonga yig'amiz? 25-may kuni so'nggi qo'ng'iroq. Hafta kunini qaraylik, guruhga yozaylik, uchrashuv tashkil qilaylik. Nima deysan? Yaxshi. Unda may oyining oxirgi 10 kunligida uchrashamiz, to'g'rimi? Shunday. Ha, shunday qilsak yaxshi bo'ladi. Unda guruhga yozib qo'y, qolganini men nazorat qilishga yordamlashaman. Ustozlarni ham chaqiramiz, Elyor.